Tramp: toza charchatib yubordinglar. Aytganimni qil, Eron. Yolg'onchiga chiqarma, iltimos. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz, like va obuna tugmasini bosishni unutmang. 2 aprel kuni kechasi AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bo'yicha xalqqa murojaat qildi. Ushbu nutq zafarli ritorika, iqtisodiy oqlovlar va keskin ultimatumlardan iborat bo'ldi. Asosiy mas'ullar: harbiy holat. Tramp AQSh kuchlari Eronda ajoyib harakat qilayotganini va strategik maqsadlarga erishishga yaqin qolganini aytdi. U halok bo'lgan 13 nafar amerikalik harbiyni qahramon deb atadi. Ikkinchisi, iqtisodiy muammolar. AQSh benzin narxi rekord darajada $4.06 ko'tarilganini Tramp vaqtinchalik holat deb atab, bunda Tehronni aybladi. Shuningdek, u ittifoqchilarni Hormuz bo'g'ozi xavfsizligini o'zlari ta'minlashga chaqirdi. Keyingi ijtimoiy fikr. Senchot so'roviga ko'ra, amerikaliklar faqat 34% Trampning Eron siyosatini qo'llab-quvvatlamoqda. 66% esa unga qarshi. Yakuniy ultimatum. Tramp Eronning yangi rahbariyatiga kelishuv uchun 2-3 hafta muhlat berdi. Agar kelishuv bo'lmasa, u Eronning barcha energetika va neft infratuzilmasini yo'q qilishga va mamlakatni tosh davriga qaytarishga va'da berdi. Muzokaralar va rejalar. Vitse-prezident J.D. Vance Tehron bilan yashirin muzokaralarga mas'ul etib tayinlangan. Shu bilan birga, Pentagon Eronning strategik orollarga qarshi cheklangan quruqlikdagi operatsiya rejasini tayyorlamoqda. Ittifoqchilar bilan munosabat. Isroil AQShning ehtimoliy kelishuvidan qat'iy nazar, Eron yadro dasturini yo'q qilmaguncha to'xtamasligini bildirgan. Tramp esa Yevropa davlatlarini qo'llab-quvvatlov bermayotganlikda ayblab, NATOdan chiqish bilan yana bir bor tahdid qildi. Xulosa: Trampning nutqi vaziyatni yumshatish o'rniga mintaqadagi keskinlikni yanada oshirib, dunyoda xavotirlarni kuchaytirdi.